Sen Abdullah Abdurrahim Ustaz, Abdülkerim Abdül Ustazla мәлән килеп, күчлек өткізіп, тұрғынжа мәй çıkmışsın, çıkmayın depse, dep gep taqtı tillap ketipsizler valla. Ey valla bir adam gep kılsa bir baş ayağını anlap tıllanlar bu ne mandaqlısılay mı? Azraq bir rıdu giriş için, bəzi bir tayını yok adamının qollışı giriş için bu ağzını kelgen gepini qılayıverip töhbetini çaplap asal olmaydı o. Ma gepnin baş ayağını depirey men. Bulmasa aş filmden tuluk ananlar. Altayda yakellik bir birader bakken. Duttaçı. Beşmoçen pul yokken. Pul tapmaydı iken. Xotini bir yerde, oğlu bir yerde işlep pul tapıdı iken. Öz aq ko'ngil, samimiy tirishchanken. Lekin duttachilik qilam tirishchanken, pul tepishga qiziqmaydi ekan. Kuni tuvenken. Men shu balaga pul tepishning muhimligini dadqa vaqtda, agar mening qishimga bu danglik artistning hammasi kelib turguncha xapolmay qishimiz chiqqan bir o'ltirish qildi bormayman dedim. Ras. Nima uchun? Chunki menga o'zimning ishim muhim. Men bir dutta anglab qo'yganga, rabab anglab qo'yganga, usul ko'rib qo'yganga men mungiz chiqmaydi-cha. Pul tepish eng muhim do'stlar. Bütün adamlar bizni Uyg'urlar bak naqsh usulga moyil xalq yaxshi ko'rgan deb qo'ysa, o'zingni bek faxrlanib ketmanglar. Biz naqsh usulga moyil bo'lib bir dunyoda cho'ng natijalarni qo'lga keltirib etdikmi? Bek isil kunlarni ko'rib ketdikmi? Bizning yaxshi kun ko'rishimizga, bizningki fan texnika va iqtisodda kuchimiz bo'lsa yaxshi kun ko'ramiz. Hammamiz so'yinsak, hammamiz naqsh o'qisak, hammamiz dutta cho'p kelsak, bulamda. Gomuş kuyla. Ayndalırım hemen namarat. Ben açta deymen şu. Yaxşı görsen buldu onu. Lekin yaxşı ko'rganlar hammasidan ko'pinchilarning puli va xizmati va beka vaqtida yaxshi ko'rdi. Ba'zilarini bashmocham pul topolmay, u yer bu yer yurishlangan. Naqsh ko'rib anglaymiz, usul ko'ramiz deb. Jonni baqalg'i odamlarga yarashidi u. Naqsh anglash, usul o'ynash, kurash degan.